Assalomu alaykum. Anthropic Opus modelining yangi 5-versiyasini tanishtirdi. Ushbu videoda biz Opus 5 modeli bilan tanishib chiqamiz. Video davomida Opus 5 ning vizual tasavvur qilish qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Undan tashqari uch o'lchovli tizimda qanday qilib obyektlarni ifodalash bo'yicha ijodkorligini tekshiramiz va qo'shimcha kichik bir o'yin yasab ko'ramiz va bunda o'zining agentlik va ijodkorlik qobiliyatini tekshirib o'tamiz. Avvalo Anthropic modellar oilasi va uni rivojlanish bosqichlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi navbatda Mythos guruh bilan tanishamiz. Bu Frontier model, ya'ni ilg'or model hisoblanadi. Buni Mythos Preview, ya'ni ichki tekshiruv uchun ishlatiladigan versiyasi va hamda Mythos 5 va Fable 5 modellari mavjud. Fable 5 hammaga ma'lum, bu omma uchun ochiq bo'lgan. Buni maxsus to'lov orqali buni ishlatish mumkin bo'ladi. Va hamda Mythos 5 bo'lsa, faqatgina tanlangan kompaniyalar ichida ishlatilishi mumkin. Bu asosan yuqori darajadagi hisob-kitoblar va hamda uzoq vaqt ketadigan vazifalarga kiberxavfsizlik va biologiya sohasida ishlatiladigan modellar hisoblanadi. Undan keyin pastki qismda biz ko'ryapmiz Haiku modeli. Bu eng arzon va kichik model hisoblanadi. Undan keyin Sonnet, bu o'rta model. Undan keyin Opus. Buni versiyalari yozib o'tilgan va oxirgi versiya, ya'ni 24-iyul 2026-yilda 5-versiyasi chiqarildi. Bu xuddi Fable darajasidagi natijani ko'rsatyapti. Bu yerda ya'ni juda ham katta o'zgarish va bu yerda asosiy e'tibor narx o'zgarmagan, ya'ni 4.8 darajasidagi narx bilan Fable darajasidagi natijani olish imkoniyatini bermoqda. Ushbu modellar bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Aytib o'tganimizdek, Mythos sinfida Mythos 5 va Fable 5 lar mavjud. Bular uzoq ishlaydigan agentlar uchun va hamda qiyin vazifalarga mo'ljallangan. Undan keyin Opus sinfi bor. Hozir oxirgi versiya Opus 5, kuchli kunlik ish, koding, agent ishlari va hamda tahlil uchun. Undan keyin Sonnet, bu hozir oxirgi versiya Sonnet 5, sifat, tezlik, xarajat muvozanati va hamda production uchun ishlatilishi ham mumkin bo'ladi. Undan keyin Haiku modeli, hozirda Tur 5 oxirgi versiyasi, bu tez va arzon, ko'p hajmli oddiy vazifalar uchun ishlatiladi. Shu yerda qisqacha tushuntirish. Bu Anthropicning modellar oilasi adabiyotga uyg'unlik borga o'xshaydi men nazarimda. Chunki bu haiku deganim, bu yaponcha so'z bo'lib, buni tarjimasi she'r, ya'ni 3 qatorlik she'ri haiku deyiladi yapon tilida. Undan keyin sonnet, bu 14 qatorli she'r, adashmasam bu italyancha bo'lsa kerak. Undan keyin opus degani bu asar degani, mitos degani afsona degani, fable degani masal. Ya'ni mitos, ya'ni bir katta bir afsonadan uni turli xil chegaralarni qo'yib, ya'ni filtrlarni qo'yib chiqarib olingan qismi fable, ya'ni masal sifatida ishlatilyapti. Ya'ni bu bilan siz modellar orasidagi farqni oson tushuna olasiz. Opus 5 qaysi sohaga qaratilgan? Opus 5 eng aqlli model emas, ya'ni aqlli model Mythos 5 va Fable 5 lar bo'lyapti. Lekin buni vazifasi o'rtacha murakkablikdagi kundalik ishlarni sifat, tezlik va xarajat darajasida samarali bajarish. Kod yozish va hamda dasturlash bo'yicha ko'p faylli o'zgarishlar, debugging va hamda asl sabab, ya'ni root cause tahlili Opus 5 ning asosiy kuchli tomonidan biri. Undan keyin agentlik ishi, bu ko'p bosqichli vazifalarni mustaqil bajaradi. Ya'ni u yerda siz barcha qadamlarni birma-bir yozib chiqishingiz shart emas. O'zi bu agentlik vazifalarini bajaradi, ya'ni qadamlarga ajratib, o'zi xatolarni tuzatib, qayta ishlab buni vazifani bajaradi. Undan keyin bilim ishi, ya'ni knowledge workda yaxshi natijasi bor. Ya'ni moliyaviy tahlil, yuridik hujjatlar, hisobotlar, prezentatsiyalarda yaxshi natija ko'rsatmoqda. Kompyuterdan foydalanish bo'yicha ham buni asosiy maqsad hisoblanadi. Brauzer va interfeyslar bilan ishlash, shuningdek ilmiy tadqiqot vazifalarini bajarish. Bu ushbular modelning asosiy sohasi hisoblanadi.
Texnik tomoni antropik odatda modelning arxitekturasi, parametrlar soni, trening ma'lumotlari haqida umuman ma'lumot bermaydi. Ochiq taqdim etilgan ma'lumotlar asosan modeldan foydalanish parametrlari hamda texnik xususiyatlariga tegishli bo'ladi xolos. Bu safar effort darajasi berilgan, ya'ni g'ayrat darajasi, ya'ni g'ayrat qilish darajasi bu lowdan maxgacha foydalanuvchi modelning qancha o'ylashini tanlaydi. Past darajada natija ko'p saqlanadi hamda token kamroq sarflanadi. Agar yuqori darajada effort bo'ladigan bo'lsa, token ko'p ishlatiladi. 1 million tokenli kontekst oynasi, ya'ni bu uzun yoki murakkab vazifalarni bitta oynada bajarish imkoniyatini beradi. Undan keyin fast mode rejimi mavjud. Bu 2,5 barobar tezroq ishlaydi, lekin narx 2 barobar bo'ladi. Automatic fallback, ya'ni xavfsizlik filtrlari mavjud. Ya'ni bular odatda so'rovlarni bloklamaydi, lekin avtomatik tarzda 4.8 ga o'tadi, ya'ni o'zini orqaga tashlaydi. Ya'ni hujumkor kiberxavfsizlik vazifalari so'ralgan paytida bu yerda fallback, ya'ni o'zini orqaga tashlash sodir bo'ladi, ya'ni 4.8 ga o'tib qoladi. Artificial Analysis Intelligence Index bilan tanishib chiqamiz. Bu Anthropic tarafidan emas, mustaqil tashkilot tarafidan berilgan indeks. Ya'ni bu yerda birinchi o'ringa Claude Opus 5 chiqib oldi. Undan keyin Fable 5 bo'lyapti, GPT 5.6, Sol, undan keyin Kimi K3 modellar bo'lmoqda. Ya'ni natija hozirda eng yuqori natijani ko'rsatayotgan model. Bu esa Anthropic tarafidan berilgan benchmark natijalari. Birinchi navbatda bu yerda agentik terminal coding, ya'ni terminalda mustaqil kodlash va debug qilish vazifalari bo'yicha eng yuqori Fable 5, Opus 4.8 hamda GPT 5.6 Sollar bilan solishtirganda deyarli Fabledan 10% yuqori bo'lyapti. Knowledge workda ham yuqori natija. Bu professional bilim va hujjatlar bilan ishlash. Undan keyin novel problem solving bo'lyapti. Bu yangi va murakkab muammolarga yechim topish. Agentic search bo'lyapti. Bu mustaqil qidiruv, tahlil va xulosa chiqarish test hisoblanadi. Undan keyin computer use bo'lyapti. Kompyuter va brauzer interfeyslarini boshqarish, ya'ni ma'lumotlarni kiritish yoki knopkani bosish, shunga o'xshagan klaviaturalar orqali vazifalar. Undan keyin business workflowsda yaxshi natija, ya'ni bu real biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va bajarish bo'yicha. Biologiya sohasida ham yuqori natijasi bor va hokazo. Opus 5 nimasi bilan ajralib turadi? Anthropic urg'u beradigan jihat modelning to'g'ri qaror qabul qilishi va o'z ishini tekshira olish qobiliyati. O'ziga kerakli vositani o'zi yaratadi, ya'ni chizmani bevosita ko'ra olmagan holatda ham Opus 5 o'zining computer vision pipeline'ini yaratib, geometriyani piksellardan ajratib oldi va tasvirni qayta tikladi. Ya'ni bu safar biz chizmani berishimiz shart emas. Bu o'zi chizmani chiza oladi va uni o'zi yaratib tasavvur qila oladi. Bunga misolni ko'rsatib o'tamiz keyingi slaydlarda. Sababni topadi, faqat alomatlarni emas, ya'ni topilgan muammoni asl sababini topa oladi. Ya'ni faqatgina muammoni o'zi emas, uni asl sabablarini ham topa oladi. O'z fikrida turadi, ya'ni shu test davomida shu muhandis qayta talab qilganiga qaramay, model o'z fikridan qaytmagan va buni o'rniga murosali yechim variantini taklif qilgan. Muvofiqlik va xavfsizlik, ya'ni Anthropicni avtomatik xatti-harakati auditida, ya'ni testida umumiy noto'g'ri xatti-harakatlar bali bo'lib, bu Opus 4.8, Sonnet 5 va Fable 5 dan ko'ra past bo'lgan. Ya'ni bu daraja 2.3 darajasi bu eng past darajani ko'rsatgan. Ya'ni bu degani model o'zini boshqa tarafga ketib qolmasligi yoki o'zini to'g'ri bajarayotgan qilib ko'rsatmasligi yoki aldov yo'li bilan ba'zi bir o'zini oqlash, shunga o'xshagan holatlarni aniqlovchi test bo'lgan. Bundan eng past darajani oldi deyilyapti. Kiberxavfsizlik bo'yicha Fable'ga nisbatan shuncha kam ishga tushadi, ya'ni 85% kam ishga tushadi. Ya'ni Fable'da
biz juda ko'p deyarli barcha cyber ya'ni kiber security bo'yicha, kiber xavfsizlik bo'yicha berilgan savollarga ya'ni javob bermasdi yoki fallback bo'lardi, ya'ni 4.8 ga tushib qolardi. Aytilyaptiki, ya'ni 85% holatlarda bunday o'zini orqaga tashlash sodir bo'lmaydi. Anthropic Opus 5 ni ataylab kiber xavfsizlik vazifalarida o'qitmagan, ya'ni model bu sohada o'qitilmagan, lekin baribir yaxshilangan, ya'ni zaiflik topishda Mythos 5 ga yaqin ko'rsatkichni ko'rsatadi, lekin exploit bo'yicha, ya'ni exploit degani zaiflikdan foydalanadigan hujum kodlarini yaratishda ancha orqada, ya'ni bu sohada unchalik yaxshi emas degani. Biologiya bo'yicha safeguardlar Opus 4.8 bilan bir xil. Shuning uchun bu ilmiy tadqiqot uchun ommaga ochiq eng kuchli model. Uzoq mustaqil tadqiqotda Mythos 5 hali kuchliroq. Narxlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni Opus 5 va $25 bo'lyapti, ya'ni kirish chiqish bo'lyapti har 1 million token uchun. Ya'ni bu 4.8 bilan bir xil narx. Ya'ni 4.8 bilan bir xil narxda bo'lyapti. Fable haligacha qimmat, ya'ni Fable 2 barobar qimmat. Kimlar foydalana oladi? Ya'ni Cloud Free'da Opus yo'q, ya'ni Sonnet darajasida model bilan ishlashingiz mumkin. Pro plandan boshlab barcha versiyalarda Opus 5 asosiy eng kuchli model bo'lib hisoblanadi. Agar o'sha kamida o'sha $20lik planni sotib oladigan bo'lsangiz, Opus 5 u yerda mavjud bo'ladi. Endi sizga qaysilisi ma'qul bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda siz o'zingiz budjetga kelib chiqib buni hal qilasiz va qo'shimcha tarzda agar siz ilmiy ish qiladigan bo'lsangiz, bu yerda shu Max yoki Pro planlari yaxshi, bu yerda Opus bo'ladi. Agar ishingizga qarab, mana API ishlatilishi mumkin, ya'ni ishingiz darajasi, miqyosi keng katta bo'ladigan bo'lsa, shunda API ishlatishingiz mumkin. Dasturchi bo'lsangiz ham xuddi shunday. Ya'ni bu sizning dasturingiz juda ham keng miqyosda bo'ladigan CI/CD automation shunga o'xshagan ishlarni qamrab oladigan bo'lsa, bu yerda ham API ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Dizayner yoki ijodkor bo'ladigan bo'lsangiz, Pro yoki Max planlari siz uchun yetarli bo'lishi mumkin. Endi ya'ni holatga qarab balki API ishlatishingiz mumkin. Odatda Pro yoki Max rejimlari yetarli. Yoki yengil kundalik ish bajarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Sonnet darajasida sizga yetarli bo'ladi. Ya'ni siz pul to'lamasdan bepulga ishlatishingiz mumkin. Bu yerda misol, ya'ni biz yuqorida aytib o'tdik, model o'zi vizual tasvirlarni o'zi tasavvur qila oladi. Shunday bir prompt berdim, ya'ni bu yerda xona bor, bu xonani kengligi 4 ga 6 va hamda balandligi 5 dedim. Shu yerga konditsioner o'rnatilgan va konditsioner ya'ni uyni shifti va pol qismlarida harorat qancha bo'lishi mumkin. Konditsioner 25 gradusga qo'yilgan hamda havoni aylanishini ham ko'rsatib ber degan prompt yozdim. Boshqa hech narsa ko'rsatilmagan. Bu yerdagi natija quyidagicha bo'ldi. Bu Opus 4.8 extra effortda, Opus 5 extra effort, bir xil effort. Lekin bu yerda mana bu natija bo'ldi 4.8 da. Bu yerda ham natija bor. Lekin Opus 5 dagi natija quyidagicha, ya'ni u chiziq oldi bu yerdagi. Ya'ni bu shamolning harakatini men bu yerda hech narsa ko'rsatmaganman. Model o'zi buni tasavvur qilib chizib berdi. Ya'ni bu yerda masalan polda qancha gradusda issiq bo'lishi mumkin. Ya'ni 4 metrda qanaqa bo'lyapti. Bu yerda konditsioner, mana havoni aylanishi, mana issiq havo qayerda joylashishi, bu juda ham qiziqarli, yaxshi natija ko'rsatdi. Undan keyingi vazifa, ya'ni shunday bir fazoda quyosh, oy va shunga o'xshagan boshqa jismlar suzib yuribdi. Shuni bir menga vizual holatda chizib bergin, ya'ni bularni harakat qiladigan degan vazifani qo'ydim. Bu Opus 4.8 da va hamda Opus 5 da quyidagicha bo'lyapti. Bu ko'rinishdan ham bu qandaydir soddalik bor bu yerda, lekin mana bu yerda haqiqatda bu reallikka yaqinroq. Buni videosini ko'ramiz, ya'ni bu asl holatda qanaqaligini buni ko'rib chiqamiz. Demak, videolar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi videomiz bu Opus 4.8 da tayyorlangan. Bu yerda ham juda chiroyli tayyorlangan, soddalik bor.
Bu yerda yer ko'rsatilyapti. Mana bu toshlardan iborat bo'lgan belbog' qanaqadir yasamaligi bilinib qolyapti. Saturn ko'rinyapti. Bu yerda qiziq tarafi ikkita mod bo'lyapti, ya'ni cosmetic tour deyilyapti. Bunda o'zi kamerani aylantiryapti. Free Explorer'da o'zingiz aylanishingiz mumkin, lekin bu yerda biroz qiyin bo'ldi. Ya'ni ularni aylantirish, ularni zoom in, zoom out qilish anchagina qiyin. Ya'ni brauzerda bo'lganligi uchun bu boshqa o'rinlar qiyin bo'ldi. Keyingisi endi Opus 5 da tayyorlangan versiya. Bu yerda ancha chiroyli, lekin bitta bu yerda muammo. Yer haqiqiy ko'rinmayapti. Bu yerda xatolik bor. Yerni tuzilishi bunaqa bo'lmaydi. Materiklar joylashuvida xatolik bor. Undan tashqari bu yerda harakat silliq emas, qanaqadir oz to'xtalishlar bor. Bu yerda WebGL usulida tayyorlangan, ya'ni HTML ichiga biriktirib tayyorlangan. Lekin bu yerda vizual tarafdan juda ham chiroyli bajarilgan. Bu yerda boshqarish oson, ya'ni zoom in, zoom outlar turibdi. O'ng tarafda burchakda turibdi bular. Zoom in, zoom out qilish tugmalari. Bu yerda bemalol bilan o'zgartirishingiz mumkin. Boshqarish ham oson. Buni oddiy boshqaruvda ham o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni ularni aylantirish, burash mumkin bo'lyapti. Va undan keyin alohida ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana Comet ko'ryapmiz. Mars, Saturn. Undan keyin yana bir vazifa berdim, ya'ni bir kichik o'yin yasab ko'rdim. Ya'ni bu yerda bozordagi savdo o'yini. Bu yerga shunday prompt yozdim. Ya'ni bozorga Optimda, ya'ni ulgurchi katta miqdorda mahsulotlar keladi. U yerda har bitta o'ynovchi yoki o'sha savdogar bu mahsulotlarni sotib oladi. Undan keyin har bir savdogar o'zini do'konida bularni sotadi. Maqsad bu yerda ko'proq mahsulot sotib, ko'proq pul ishlash, ya'ni qisqa vaqt, berilgan vaqt ichida. Hamda bu O'rta asrlardagi, O'rta Osiyoda, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi o'sha Ipak yo'lidagi bozorda bo'lish kerak. Bu yerdagi sahnani iloji boricha shu, ya'ni O'rta asrga xos ravishda buni bezatgin dedim. Undan keyin o'yin oson o'ynaydigan bo'lsin va hamda kichik sessiyalardan iborat bo'lsin. Qo'shimcha qoida yoki logika bo'ladigan bo'lsa, uni o'zing qo'sh dedim va hamda barcha yozuvlar o'zbek tilida bo'lishi kerak degan vazifani qo'ydim va bu mana bu ko'rinishda. Bu HTML da qurilgan, buni brauzer orqali o'ynashingiz mumkin bo'lgan o'yin bo'ldi. Ya'ni bu yerda men hech narsa, qo'shimcha narsa yozmadim, faqat bitta prompt bilan bo'ldi. Taxminan 40 minut atrofida vaqt ketdi bunga. Hech qanday qo'shimcha so'rov yoki tasdiqlash yoki men tarafimdan buni bu yerga o'zgartirish bo'lmadi. Faqat bitta prompt bilan shu 40 minut ichida tayyor bo'ldi. O'yin juda ham qiziqarli bo'ldi. Bu yerda mana bu do'konlar bo'lyapti. Bu yerda mana Optim ulgurchi keladigan mana savdo markazlar bo'lyapti. Mana bu xaridorlar keladi, bu yerdan sotib oladi. Bu yerda mana bu sizni ko'rish nimangiz? Bu yerda mana Usta Baxtiyorning do'koni, sizni do'koningiz va hamda Bibi Zulfiyaning do'konlari bo'lyapti. Buni o'yinini ham ko'rib chiqamiz. Demak, o'yinimizni tekshirib ko'ramiz. Bu Ipak yo'li bozori o'yini. Bu yerga qoidalar yozilgan. Bozor darvozalariga karvonlar keladi. Eng arzon narx tanlang, arava 12 dona signal va boshqa qoidalar va o'yinni boshladik. Bu yerda ko'rib turganingizdek pastki qismda do'konlar bo'lyapti. Undan keyin sotib olish, ya'ni ulgurchi tovarlar keladi, ya'ni Chorsudan olyapmiz bu yerda 8 tonna ziravor. Undan keyin xaridorlar kelib pastdan olib ketyapti. Mana shu tarafda o'ynaymiz. Ya'ni bu yerda sharqiy darvozaga yana narsa keldi. U yerda 31 tonna deb yozib qo'yiladi. Ipak. Ko'rib turganingizdek bu yerda modelning asosiy ijodkorligi va hamda agentlik ishini tekshirish bo'ldi. Ya'ni bu tasvirlarni bunaqangi tashkil etishni barchasi model tarafidan bajarildi. Hech qanday qo'shimcha so'rovlar yoki tasdiqlash bo'lmadi. Demak, o'yin tugadi. Quyidagicha natija bo'lyapti.
umuman olganda bu model juda ham yaxshi ishladi. Ya'ni bitta so'rov bilan shunday darajadagi o'yinni qurish mumkin bo'ldi. Xulosa qilamiz, bu narx haqidagi model aqllilik haqida emas. Ya'ni Anthropic Opus 5 ni eng aqlli deb atamayapti. Maqsad Frontierga yaqin bo'lgan, natijani beradigan arzon model. Effort darajasi berildi, ya'ni amaliy yangilik, ya'ni low, medium, high, extra, max degan g'ayrat darajasi bor. Bu yerda tokenlar ko'payib yoki ozayadi. Undan keyin narx o'zgarmadi, ya'ni bu Opus 8 darajasidagi narx bo'lyapti. Raqamlar va natijalar haqida yana qo'shimcha fikrlar bildiriladi, ya'ni ekspertlar va hamda shu sohadagi kishilar bu to'g'risida o'z fikrlarini bildirishadi. Lekin umuman olganda meni taassurotlarim, bu model juda ham yaxshi model chiqdi. Natija juda ham yaxshi. Ya'ni hozirda mana dasturchi yoki mana shu sohada ishlayotgan oddiy foydalanuvchilar uchun bu menimcha yetarli bo'lgan model hisoblanadi. Lekin narx yaxshi darajada. Eng asosiysi Pro va Max planlarda mavjud. Siz uning uchun alohida kredit sotib olishingiz shart emas. Buni ishlatib ko'ring va o'z fikrlaringizni bildiring. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni yozib o'ting. Like bosing va hamda kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Videomiz shu yergacha. Yana videoda ko'rishguncha xayr.